7 sentyabr 2025-yil Ulgurji bozori o'z ish faoliyatini boshladi. Bitta foydali ma'lumot bilan bo'lishmoqchimiz. Ya'ni keyingi oktyabr oyidan boshlab ko'pchilik uyga guruch g'amlashni boshlaydi. Hozirgi kunda asosan O'zbekistonda 4 ta viloyat, bitta Qoraqalpog'iston Respublikasida guruch yetishtiriladi asosan. Xorazm viloyati, Buxoro viloyati, Sirdaryo viloyati va Toshkent viloyatida. Demak, bizadagi hozirgi kunda bo'lib turgan muammo, xaridorlarimiz kelyapti, guruch so'rayapti. Sirdaryo yoki Toshkent viloyati desak, ular hayron bo'lib qolyapti. O'zi asli Sirdaryo va Toshkent viloyatida anchadan beri 25-30 yildan beri guruch yetishtiriladi. Oxirgi 5 yilda miqdori juda ko'paydi. Sirdaryo va Toshkent viloyatining guruchlari ham juda chiroyli. Oshpazlar hozirgi kunda ko'pchilik shulardan qiladi. Tindirilgan, tozalangan yaxshi guruchlar bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Hozir guruchlarimiz yangi hosil bo'lgani uchun xarid qilsanglar bir 20 kuncha suvni sal kamroq berib turasizlar, tinish kerak. Keyin bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Demak, ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Ulgurji bozor doim xizmatda.